Leksiyalarımızı davamlaştırmamız hürmetlik vatandaşım. Bugün çislağa 2020 yıl 6. ayının 21. günü haftiga yakshanba. Endiki mavzu bunlar. İkili mavzu bir-biriga tutashgan mazmun jihatda vatandaşlar. Hozirgi dunyoviy siyosatning yuzlanishi. Endiki mavzu bunday. Yevropa İttifaqı parlamenti keskin harakat qildi. Qarorlar ma'qullab Jungo Kompartiyasini bir og'izdan aybladi. Mavzuli xabar 6. ayning 19. günü Fransiya Xalqaro radiosi tor betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshladi. Jungo Yevropa haftaning 1. günü televizor orqali ko'rishish elib berishdan g'aribsida. Yevropa İttifaqı parlamenti yuqori ovoz bilan qaror loyiha ma'qullab, Jungoning Hong Kongda davlat bexatarligi qonun loyihasi majburiy yo'l qo'yganligini aybladi va Yevropa İttifaqıning Hong Kongda kishilik huquq hamda adliya mustaqilligi buzg'unchilik qilgan Jungo amaldorlarini embargo qilishni talab qildi. Yevropa İttifaqı ve Jungo rahbarlari haftaning 1. günü televizorda yuqori darajaliklar yig'in o'tkazdi yoki yig'in o'tkazib, ikki taraf o'rtasidagi ixtiloflarni hal qilmoqchi va Jungo Yevropa İttifaqı rahbarlarining alohida yig'iniga tayyorlik qilmoqchi bo'lgan. Lekin Yevropa İttifaqı parlamenti bunun qattiq inkos qaytarib, haftaning 5. günü yani juma kuni 19. günü yuqori ovoz bilan bir turli qaror loyiha ma'qullab, qaror loyihada Yevropa İttifaqı Jungoning o'z oldiga Hong Kongda davlat bexatarligi qonunini ma'qullab, Jungo hukumatining o'zi bergan va'dasi bo'yicha Shanghayning Hong Kongning yüksek avtonomiyadan bahramand bo'lishiga va Hong Kongda adliya mustaqilligi va negizlik erkinlikdan bahramand bo'lishlariga buzg'unchilik qilganlarini qattiq aybladi. Qarornomada bunday ko'rsatildi. Yevropa İttifaqı hamda a'zo davlatlar to'liq tayyorlik qilishi lozimki, agar Jungo Hong Kongda davlat bexatarligi qonunini majburiy yo'lga qo'yadigan bo'lsa, Yevropa İttifaqı Jungo hukumatini xalqaro sudning hukm qilishiga topshirdi. Jungo hukumati agar davlat bexatarligi qonunini Shanghayda Hong Kongda majburiy yo'lga qo'yadigan bo'lsa, undaqda Yevropa İttifaqı Jungo hukumatini xalqaro sudning hukm qilishiga topshirdi. Yevropa İttifaqı parlamenti ma'qullagan qarornomada bunday ko'rsatildi. Yevropa İttifaqı tadbir qo'llanib, Shanghayda kishilik huquqi buzg'unchilik qilib, Shanghayda demokratik harakatlarni bostirgan Jungo amaldorlarini jazolashni talab qildi. Qaror loyihada bunday taklif berildi. Yevropa İttifaqı Avstraliya, Kanada, Amerika, Yaponiya hamda Koreya qatorli demokratik davlatlar bilan hamkorlashib, qadamni moslashtirib, Jungoni jazolashi kerak. Yevropa İttifaqı parlamentinin qaror loyihasida yana qutqizish punktisi qurib, Hong Kongda kishilik huquq tadrijiy daxl-tarozga uchragan hamda erkinlik tadrijiy cheklangan ahvol ostida Hong Kong xalqiga yordam berishi kerak. Qaror loyihada bunday ko'rsatildi. Yevropa İttifaqı parlamenti Jungoning kun sayin o'rlayotgan Hong Kongning ishlariga o'ralishini qattiq tanqid qildi. Hong Kongda bir davlatda ikki xil tizim hozir og'ir tahdidga uchradi. Jungoning davlat bexatarligi qonunini majburiy yo'lga qo'yganligi xalqaro qonunlarga bo'libmi Angliya,
Jungo Birleşme Bayanatı eğer derecede xilaflık kılıp Avrupa bilen Jungo'nun özara şençige ve kelgisi münasebetlerine eğer tehdit payda kıldı. Andak bugün leksiyalarımız hürmetlik vatandaş. Birinci leksiya, ikinci leksiya bir-biriga çemberçes bağlandı. Bunun keynide Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Yevropa İttifaqının birdek harakat qilib, harakatga o'tib, Jungo Kompartiyasini adablaydigan bir tarixiy vaziyatning, siyosiy vaziyatning yetib kelganligini ko'rib olasiz vatandaş. Endi biz sizlar